hammani qarg'ishiga qolgan bu retsept asosida umuman pirog pishirmayli. Menam fiziologiya uchib, ishtahalarim ochilib, 2 qoshiq shokoladli pasta soldim, 2 ta banan soldim, 3 ta tuxum, 1 piyola sut, razlhitel, kakao, unlarni solib, ishtaha bilan pirog qilmoqchi bo'ldim. Uyimdagilar kelishsa xursand bo'lishadi deb. Hammasi ko'ngilgidek zo'rga totuvdi. Bitta blogerda ko'rdim, vilkada ezilib, yaxshi ezilmaydi, blenderda qilishali zo'r bo'ladi. Hammasi maydalanib, ichlari berch bo'lmaydi deb aytgandilar. Men ham xuddi ular aytganlaridek hamma masalliqlarni solib, ko'rib turganinglardek blenderda aralashtirdim. Bilasizlarmi nima? Nimaga odamlar kommentariyada yomon fikrlar bildiryapti desam, vot, imini rostdan ham shunaqa ekan. Yarim soat tishganda mantag'ini 1 soatga qoldirdim. 1 soatdan keyin ochib qarasam, pirog juda ham odamni havasini keltiradigan darajada teglari umuman kuymagandi. O'shaning uchun xursand bo'lib o'zim yaxshi ko'rgan. Keyin shokoladlaridan surdim ustiga. Qaranglar qanaqa ishtahalar ochilyapti. Sizlarni ham endi kofelar damlab mazza qilib yeyman deb o'rtasini kesishimni bilaman. Shunaqa berch bo'lib yotibdi. Nimaga bunaqa chala pulcha retseptlar chiqarasizlar? Maslahatim sizlar ham qilmanglar yoki men xato qildimmi pishirishda?